Univay Consulting jamoasi talabalar uchun qanday dasturlarni taklif qila oladi? Videoni oxirigacha ko'ring va o'zingizga mos taklifni tanlang. Bizda kasbiy ta'lim, til kurslari, bakalavr va hamda magistratura yo'nalishlari mavjud. Til kurslari 18 yoshdan 21 yoshgacha bo'lgan talabalar uchun yoki bo'lmasam maktab, kollej, litseyni bitirganingizga 3 yildan oshmagan bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Hech qanday til sertifikatlarisiz o'qish topshirishingiz mumkin. O'qish davomiyligi 6 oy yoki 1 yil bo'lishi mumkin. Qaytgancha KDB bankshot atigi 10 kunlik yetadi xolos elchixona uchun. Keyingi dasturimiz kasbiy ta'lim dasturi. Ushbu dastur Koreyada ham o'qib, ham ishlamoqchi bo'lgan talabalar uchun eng optimal variant. Haftasiga 2 kun o'qish, o'qish davomiyligi 2 yil. O'qishni bitirganingizdan so'ng 4 yillik bakalavrning 3-kursini davom ettirib ketishingiz mumkin yoki ishchingizni o'zgartirib olishingiz mumkin bo'ladi. Uchinchi dasturimiz bu bakalavr dasturi. Ushbu dasturda 2 xil viza mavjud. Oddiy elchixonadan olinadigan viza va hamda regional viza. Yo'nalishlar juda ko'p. Tanlangan yo'nalishga qarab o'qish davomiyligi 3 yoki 4 yil bo'lishi mumkin. Til sertifikatlari esa IELTS 5.5, TOEFL 3, TOEFL 70 dan yuqori bo'lishi shart. Darvoqe, ushbu dastur uchun ham KDB bankshoti 1 oylik bo'lishi lozim. Keyingi oxirgi dasturimiz esa magistratura dasturi. Ushbu dasturda ham 2 xil viza turi mavjud. Oddiy viza hamda e-viza, ya'ni elektron viza. Elektron viza talabalar uchun juda ham qulay va viza olish koeffitsiyenti juda ham yuqori bo'lgan viza turidir. O'zingizga mos kelgan dasturni tanlang va bizga aloqaga chiqing. Qolgan barcha ishlarni bizning professional vakillarimiz bajarishadi. Univay, orzularingiz yo'lda, ishonchli hamkor.